Assalomu alaykum. Kia Carnival avtomobilimiz 2019-yil atigi 98 ming km yurgan yoqilg'i dizel 9 kishilik Prestige pozitsiyasi. Balonlari yaxshi. Mashinamiz narxi 14 million 100 ming won. Kuzov toza, krasi tegmagan, motordan yoqqan joylari yo'q. Balonlari ham yaxshi holatda, diskalari ham shilingan joylari bitta-ikkita. Har bitta diskada bitta-ikkitadan. Bunaqa ko'p emas. Hozir bu tomonni ko'ramiz. Bu tomonda ham shunaqa bitta-ikkita. Oldidagi diskasida esa bitta kattaroq. Shunaqa bitta-ikkita shilingan joylari bor. Eshik beskich dasturi bor. Salon, bej salon, elektron sidina. Mashinamiz atigi 98 probeg, 98 ming probeg. Start stop monitor, black box IPS'lari bor. Sidina abduf avograflari bor, eko rejimlari, rul sidi. Hop, lyuki yo'q lekin 9 kishilik Prestige pozitsiyasi. Orqa eshik avtomatik ochiladi. Bilmasdan tortib olibman. Esda yo'q. Xo'sh. Bemalol ko'rishlar mumkin, kelib orqasidan isitadi. Yopilishda ham knopkali. Knopkali ochilib yopiladi. Kelib test drive qilib ko'rasizlar. Kia Carnival kimga kerak bo'lsa, bundan arzonlari ham bor. Bunisi kuzov toza. Probegi ozligi uchun 2019-yil 98 ming degan kuzov tozaligi uchun menimcha qimmat qo'yilgan shunga. 14 million 100 ming won. Bemalol kelib ko'rasizlar. Bundan arzonlari ham bor, topib beramiz. Orqasidan oq rangli, boshqa ranglar bor. Kelib bemalol ko'rasizlar. So'ngakka kelsalaring, So'ngakdan 5 minutlik yo'l. Mana shu bizning ofis to'g'rida turgan orqa tomonda yozib qo'ygan katta qilib Chuang Chadongcha Meme Danji deb. 3-etajda 307-xonamiz.